Uzoq yaqindan kuzatib borayotgan obunachilarim, barchangizga assalomu alaykum deb qolaman. Haydovchilik test imtihonlari markazida imtihon testlaridan o'tolmay qiynalayotgan bo'lsangiz, haydovchilik guvohnomasini olishga, imtihonga tayyorgarliksiz yurgan bo'lsangiz, barchangizga tavsiya qilib qolardim. Ilovalar Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Avto-Eham hamda Avtotest Pro. Bu reklama emas, bu tavsiya. Doim qaytarganimdek. Keyin harakat xavfsizligining, yo'l harakati xavfsizligining ofitsialniy sayti bor. Saytida ham shu Avtotest Pro, Avto-Eham ilovalariga o'xshagan test savollari, ya'ni imtihon test markazlarida tushayotgan test savollari berilyapti. Shundan ham o'tib ofitsialniy saytidan tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Haydovchilik maktablarida yaxshi o'qishingizni so'rab qolaman va imtihondan a'lo natijalar ko'rsatib, haydovchilik guvohnomasini olishingizni tilab qolaman. Qani bo'lmasam, bugungi mavzuyimizda shablonlarni yechishga harakat qilamiz. Javoblarini aytaman. Imkon bo'lsa, video zapisda yozib, harakat qilib tayyorgarlik ko'rsangiz bo'laveradi. Xo'p, shablonlardan 8-shablon tanlaymiz. Xo'p, savolni o'qiyapman. Shatakka olingan avtomobilda avtomobildan tashishga ruxsat etiladimi? Xo'p. Javob: yengil avtomobilga ruxsat etiladi. Izoh: yo'l harakati qoidalari 24-bob 143-bandida asosan qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan avtobusda, trolleybusda va yuk avtomobili yukxonasida odam tashish qisman ortish yo'li bilan shatakka olishda esa shatakka olingan transport vositasining kabinasida va yukxonasida, shuningdek shatakka olgan transport vositasining yukxonasida odamlar bo'lishi taqiqlanadi. 159-odamlar tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi: bolalarni yuk avtomobillarining yukxonasida, transport vositasining kabinasidan tashqarida odam tashish uchun mo'ljallangan borti yoki yuki furgon yukxonali avtomobillar bundan mustasno. Traktorlar va boshqa o'zi yurar uskunalar, yuk tashiladigan tirkamalar, tirkama uycha, yuk mototsikllar yukxonasida, mototsikllarning konstruksiyasida ko'zda tutilgan joylaridan tashqarida 12 yoshga to'lmagan bolalarni mototsiklning orqa o'rindig'ida, shuningdek bolalarni ushlab turuvchi maxsus qurilma o'rnatilmagan transport vositalarining oldi o'rindig'ida odam soni transport vositasining texnik tavsifnomasida ko'zda tutilgan miqdordan ortiq bo'lganda, bunda transport vositalarining haqiqiy vazni uni o'lchab chiqargan, ishlab chiqargan korxona belgilaridan ruxsat etilgan vaznda oshmasligi kerak. Demak, javobimiz yengil avtomobilda ruxsat etiladi. Ikkinchi savol. E'tibor beramiz belgiga. Bu joyda quvib o'tish ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Yo'l harakat qoidalari 1-ilovasi 3-bo'limining 26-xatboshiga asosan 322 yuk avtomobillariga quvib o'tish taqiqlangan. To'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarida barcha transport vositasini quvib o'tish taqiqlanishini bildiradi. Soatiga 40 kilometrdan kam tezlikka harakatlanayotgan transport vositasi traktor, ot, arava, velosiped bundan mustasno. Yo'l harakati qoidalari 1-ilovasi 7-bo'limining 2-xatboshisiga asosan 7,1 obyektgacha bo'lgan masofa, belgidan yo'lning xavfli joyi, yo'l harakatiga tegishli cheklovlar kiritilgan joyi yoki harakat yo'nalishi bo'yicha oldindagi muayyan joygacha bo'lgan masofani ko'rsatadi. Javobimiz ruxsat etiladi. 3-savol. Qaysi belgi T-simon chorrahada harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi? Belgilarga e'tibor beramiz. Javobimiz 2-belgida ko'rsatyapti. Yo'l harakati qoidalari 1-ilovasi 1-bo'limi 1.31.3 burilishning yo'nalishi T-simon chorrahada yoki yo'l ayrilishlarida harakatlanish yo'nalishi ta'mirlanayotgan yo'l qismini aylanib o'tish yo'nalishini bildiradi. 1.31.3 burilishning yo'nalishi belgisi. Demak, javobimiz 2-javob to'g'ri keladi. 4-savol.
oldinda transport vositasi to'xtab turgan tartibga solinmaydigan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashib kelmoqdasiz. Siz nima qilishingiz kerak? Javob: harakatni davom ettirish, lekin to'xtab turgan transport vositasini oldida piyodalar yo'qligiga ishonch hosil qilgan holda. To'g'ri javobimiz. Yo'l harakati qoidalarining 17-bobi 110-bandi agar tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi oldida transport vositasi harakatini sekinlashtirsa yoki to'xtasa, qo'shni tasmalarda harakatlanayotgan boshqa haydovchilar bu transport vositasi oldida piyodalar yo'qligini ishonch hosil qilganlaridan so'nggina harakatlanishni davom ettirishlari mumkin. Javobimiz harakatni davom ettirish, lekin to'xtab turgan transport vositasi oldida piyodalar yo'qligiga ishonch hosil qilgan holda. 5-savol. Qaysi transport vositasi harakatlanishga ruxsat etiladi? E'tibor beramiz. Javob: yashil, ko'k va qizil. Yo'l harakati qoidalarining 7-bobida 38-bandida asosan tartibga soluvchi ishoralar quyidagi ma'noni bildiradi. O'ng qo'li oldinga uzatilgan, chap yonida tramvayga, chapga, relsiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda oldi tomonidan barcha transport vositalari faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi. Orqa tomondan va o'ngga yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Piyodalar tartibga soluvchi orqa tomonidan qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi. Demak, javobimiz yashil, ko'k va qizil. 6-savol. E'tibor beramiz. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Javob: tramvay, avtobus va yengil avtomobil. Izoh: yo'l harakati qoidalari 15-bobi 105-bandiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relsiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan yaqinlashayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bunday chorrahalarda keyingi harakat yo'nalishini qat'iy nazar tramvay relsiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega. Javobimiz tramvay, avtobus va yengil avtomobil. Xo'p. Qanday hollarda quvib o'tish taqiqlanadi? Javob: sanab o'tilgan barcha hollarda deyapti. Yo'l harakatining 12-bobi 86-bandida asosan quvib o'tish quyidagi hollarda taqiqlanadi. Tartibga solingan chorrahalarda qarama-qarshi harakatlanish bo'lagiga chiqib, tartibga solinmaydigan chorrahalarda asosiy hisoblanmaydigan yo'llarda harakatlanishda, aylanma harakatlanishli chorrahalarda quvib o'tish, kajavasiz, ikki g'ildirakli transport vositalarini quvib o'tish va ruxsat etilgan hollarda o'ng tomonni quvib o'tish mustasno. Piyodalar o'tish joylarida piyodalar bo'lganda, temir yo'l kesishmalarida va ulargacha 100 metrdan kam masofa qolganda quvib yoki aylanib o'tayotgan transport vositalarini tepalikning oxirida va yo'lning ko'rinishi cheklangan joylarda qarama-qarshi harakatlanish yo'llaridan yo'nalishiga chiqib. Xo'p. Demak, bu yerda sanab o'tilgan barcha javoblar to'g'ri ekan. Aziz kuzatuvchi va obunachilarim, barchalarga bu darsliklarni tinglab, o'zingizlarga tegishli xulosani chiqarib, imtihonlarga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, haydovchilik guvohnomasini olishingizni tilab qolaman. Darsimiz so'ngida keyingi videolarda kutib qoling. Keyingi videolarda ham qiziqarli mavzularda dars o'tamiz. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Rahmat barchalarga kuzatib borayotganinglar uchun. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.